So hi everyone, it's me teacher Ilyas back again. Today we're gonna have some lessons on theme to have or have and has got. Demak, bugungi sizlar bilan o'tadigan mavzuyimiz have yoki have and has got. Have got yoki has got. Xo'p, bularda hammasi ega bo'lmoq degan ma'noni anglatadi. Biz buni qachon ishlatamiz? Qachonki biz biror narsaga egaligimiz haqida ma'lumot berayotgan bo'lsak, shu holatda biz to have yoki have got yoki has got ni ishlatamiz. Xo'p, kelinglar to have the umumiy ma'nosiga qaraymiz. Kelinglar endi shu yerda have biz to have yoki have has got ni necha xil turi borligiga bir ahamiyat beramiz. Demak, bizda bor to have the have shakli. Ya'ni bu qachon ishlatamiz? I va ko'pliklarga biz have deb ishlatamiz. Barcha birliklarga has deb ishlatamiz. Misol, I bo'lishi mumkin yoki ikkitadan ortiq narsa. Meni do'stlarim, meni ota-onam, meni opa-singlim, shunga o'xshash ikkidan ortiq otlarga nisbatan have deb ishlatamiz. Va barcha birliklarga, ya'ni meni do'stim, meni opam, meni akam, meni uyim, meni itim, bularning hammasiga biz has deb ishlatishimiz mumkin. Xo'p, endi o'tgan zamon shakli buni had bo'ladi. Biz hadni hammasiga nisbatan ishlatishimiz mumkin. Va kelasi zamon shaklida will have bo'ladi. Will have ham xuddi hadga o'xshab hammasi uchun ishlatishimiz mumkin. Demak, misollarda ko'rib chiqamiz. I have 3 brothers. Meni 3 ta akalarim bor. Demak, biz ko'plik shaklini o'tdik. 3 ta bo'lganligi uchun o'sha ikkitadan ortiq narsaga biz ko'plik shaklini qo'shishimiz kerak, ya'ni as. Meni 3 ta akalarim bor. Demak, ega bo'lmoq so'zi asosan bizda asosiy fe'l sifatida keladi. Yordamchi fe'l bo'lib keladigan shaklini biz zamonlarda o'tganda chuqurroq o'rganamiz. Hozir have'da hammasi asosiy fe'l sifatida keladi. Demak, ularda asosiy fe'l yordamchi fe'ldan farqi o'tganimdek, gapda o'zini tarjimasiga ega bo'ladi, grammatik jihatdan o'zini ega bo'ladi. Bu yerda ham mana have ega bo'lmoq so'zimiz o'zini tarjimasiga ham grammatik jihatdan o'ziga ham ega. Ikkinchi holatni ko'rib chiqamiz. Endi have bilan has got farqi nimada? Yoki have yoki have got farqi nima? Demak, biz mana got qo'shimchasini qo'shishimiz evaziga biz vaqtlar o'tishi bilan o'zimiz egalik qiladigan, ya'ni biz o'zimiz ixtiyoriy ega bo'lishimiz mumkin bo'lgan narsalarga ko'proq got deb ishlatishimiz mumkin. U yerga have deb ishlatishimiz ham mumkin. Lekin to have ko'proq formal holatda bo'ladi, ya'ni rasmiy holatda. Have has got informal holatda bo'ladi, ya'ni norasmiy holatlar uchun ishlatamiz. Misol, I have 3 brothers. Meni 3 ta akalarim bor. Bu tug'ilganidan beri uning 3 ta akasi bor. U o'zgartirishi mumkin emas, to'g'rimi? Endi ikkinchi holatda she has got 3 children. Ya'ni uni 3 ta farzandi bor. U 3 ta farzand orttirgan degan ma'noda kelishi mumkin. Bu have has got orttirgan degan ma'noda ham kelishi mumkin. Orttirgan. Demak, vaqtlar o'tishi bilan biz uy sotib olishimiz mumkin, mashina xarid qilishimiz mumkin. Shunaqangi holatlarda biz got qo'shsak, yana ham gapimiz chiroyliroq chiqadi. Ya'ni, meni ertaga soat 3 da majlisim bor. I have got my meeting at 3 o'clock tomorrow. Endi bu holatda have ishlatamiz, lekin ertaga men yangi mashina sotib olmoqchiman deydigan bo'lsak, I will have new car tomorrow. Ya'ni kelasi zamonda ishlatyapmiz. Men ertaga yangi mashina sotib olaman, yangi mashinaga ega bo'laman. Yangi mashina o'zimga orttiraman degan ma'noda kelishi mumkin. O'tgan zamon shakliga qaraymiz. Had. Has bilan have ikkovi bitta bo'ladi-da, had holatiga o'tib qoladi. Hamma shaxs uchun biz had ishlatsak bo'ladi. Men they misolida oldim. They had got a big house. Ya'ni ularda katta uy bor edi. Bor edi. Ya'ni ular katta uyga ega edilar deb tarjima qilsak ham bo'ladi. They had got a big house. Bitta degan ma'noni anglatadi bizda.
ularni katta uylari, ya'ni bitta katta uyi bor edi. Ya'ni hezbligi uchun bor edi.